Hazreti İsa muqaddas ruhning kuch-qudratiga cho'mgan holda Galiliya o'lkasiga qaytib keldi. Uzun o'tmay uning nomi shu atrofdagi rayonlarga tarqaldi. U ibodatxonalarda kishilarga ta'lim berib, ularning maqtishiga sazovor bo'ldi. U o'z yurti Nosira shahriga kelib, dam olish kuni odatdagidek ibodatxonaga bordi. U o'ri turib muqaddas yozmalarni o'qimoqchi bo'lganda, ibodatxona xizmatchisi uningga Yashaya payg'ambarning yozmasini berdi. U uni ichib, buni oyatlar yozilgan ya'ni tepib o'qidi. Xudoning ruhi mening vujudimda. Chunki u meni kambag'allarga xushxabar yetkazishga tanlab, kuch-qudrat ato qildi. U meni tutqunlarga ozod bo'lisizlar, qarg'ularga ko'ralaydigan bo'lisizlar deb jakarlashga avatdi. Xudo meni ezilganlarni erkinlikka erishtirishga, Xudoning xalqini qutqizish vaqtining yetib kelganligini uqtirishga avatdi. Hazreti İsa yozmini yepib, ibodatxona xizmatchisiga qaytirib bergandan keyin ta'lim bergili o'ltirdi. Bütün ibodatxonadagilar ko'zlarini uningdan uzmay qarab o'tirishdi. U ko'pchilikka: "Sizlar anglagan bu oyat bugun amalga oshirildi" dedi. Buni anglagan ko'pchilik uning yaxshi gapini qilishdi va uning mehr shafqatli so'zlariga hayron qilishdi. Biroq ba'zilar "Qanday gap? Bu Yusufning o'g'li emasmi?" deyishdi. Hazreti İsa sözünü davamlaştırıp, "Sizlar cho'qim menga aytib, avval o'zingni saqayt" degan tamsilni eslatib, Kapernaum shahrida yaratgan mo'jizalaringdan xabar topdik. Endi o'z yurtingdimi biror karomat ko'rsatmamsan demoqchi bo'lyapsizlar. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, hech qanday payg'ambar o'z yurtida hargiz qarshi elinmaydi. İlyas payg'ambar vaqtida u da 3 yil 6 oy yomg'ir yog'may, İsroilning hamma yerida qurg'oqchilik yuz bergan bo'lib, u yerdimi ocharchilik qolgan nurg'un bechora tul ayollar bor edi. Biroq ular Xudoni rad qilg'ashqa, garchi İlyas payg'ambar Yahudi bo'lsa-mu, ularning hech qaysiga yordam berishga avatilmagan. Aksicha, Sidon viloyatining Sarapad shahridagi Yahudi bo'lmagan yilqi tul ayolg'lar mo'jiza ko'rsatishga avatilgan. Ya'ni shunga o'xshash, Elisha payg'ambar zamonida Isroiliyada mahov kesli giribtor bo'lganlar nurg'un bo'lsa-mu, lekin ular Xudoni rad qilg'ashqa, Elisha payg'ambar Elqi Suriyalik Naman ismli Yahudi bo'lmagan kishiningla saqaytishga avatilgan dedi. İbodatxonadagilar bu so'zlarni anglab, uning Xudo amdislarga emas, balki Yahudi emaslarga mehr shafqat ko'rsatdi demoqchi bo'lganligini bilib, darg'azabga keldi. Hammaylar o'rnidan turishib, Hazreti İsa'ni yor ustiga qurilgan bu shaharni sirtiga haydab opirib, yordan yiqitib o'ltirmoqchi bo'lishdi. Biroq Hazreti İsa kishilar orasidan bemalol mengib chiqib ketdi. Hazreti İsa Galiliya o'lkasining Kapernaum shahriga qaytib bordi. U yerda Yahudilar dam olgan shanba kuni ibodatxonaga berib, xalqqa ta'lim berib turdi. Uning ta'limini anglaganlar hayron qilishdi. Chunki uning ta'limlari nopuzliq edi. İbodatxonada jin chaplashgan bir kishi bo'lib, uningdagi jinlar: "Ey, Nosiralik İsa, biz bilan koring bo'lmasin?"
bizni yo'qotmoqchimisan? Men sening kimligingni bilaman. Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchsan, deb tovlab ketdi. Biroq Hazreti İsa uningdagi jinga buyruq qilib, "Og'zingni yum, bu odamning tenidan chiq", dedi. Jin yilqi odamni kishlar oldida yiqitib etib, uni hech nima qilmay tenidan chiqib ketdi. Buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir-biriga, uning so'zlari nima degan kuchlik? U darvaqa jinlarga buyruq qilish nopuzi va qudratiga ega ekan. Jinlar rostila chiqib ketdi, deyishdi. Shuningdan keyin Hazreti İsa'ning nomi shu atrofdagi rayonlarga taqilib ketdi. Hazreti İsa ibodatxonadan chiqib Simonning uyiga borganda, Simonning qiynonchisi kasal bo'lib, qizitmasi o'rlab qolgan edi. Shunga ular Hazreti İsa'dan uni saqaytib berishni o'tinib so'radi. Hazreti İsa kasal ayolning yeniga berib, uning qizitmasining yenishini buyurdi. Qizitma shu an yenib ketdi. Bu ayol darhol o'rnidan turib, ularni kutishga boshladi. Kun bitish vaqtida kishilar har xil kasallarni Hazreti İsa'ning oldiga elib kelishdi. Hazreti İsa ularga qo'lni bir-birlab tekkizib qo'ygan edi, ular saqayib ketdi. Kishilarning tenidan chiqqan jinlar, "Sen Xudoning o'g'li", dedi. Chunki ular uning qutquzuvchi Masih ekanligini biladi. Biroq Hazreti İsa bo'lsa, ularni ayblab, ularning gap qilishiga yo'l qo'ymadi. Tong otganda Hazreti İsa shahardan chiqib, tinch bir joyga ketdi. Ko'pchilik uni izlab yurib, oxir topdi va uni ketkizmay, o'zlari bilan billa turg'izmoqchi bo'lishdi. Lekin Hazreti İsa ularga boshqa shahar yezlog'ini berib, Xudoning podshohligiga doir xush xabarni taqtishim kerak. Chunki Xudo meni bu xizmat bilan avatgan, dedi. Shuning bilan Hazreti İsa Yahudilarning har qaysi rayonlaridagi ibodatxonalarda ta'lim berdi.